The New York Times bugun Erondagi hukumat o'zgarishiga doir yangi izlanish natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, AQSh va Isroil yashirincha Eronning eng bahsli rahbarlaridan birini hokimiyat tepasiga qaytarishni rejalashtirgan va barchasi ular rejalagandek bo'lmagan. Avvalo, ularning nishonidagi shaxs haqida bilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Mahmud Ahmadinejod 2005-yildan 2013-yilgacha Eron prezidenti bo'lib faoliyat yuritgan. U Holokost, ya'ni Ikkinchi jahon urushidagi yahudiylar qirg'inini rad etgani, Eronda bir jinsli munosabatlar yo'qligini da'vo qilgani va Isroilni xaritadan o'chirishga bir necha bor chaqirgani bilan mashhur bo'lgandi. Shuningdek, u Eronning yadroviy dasturini qo'llab-quvvatlagan va ichki noroziliklarni bostirishni ham nazorat qilgani aytiladi. Xo'sh, unda nima uchun AQSh va Isroil aynan uni hokimiyatga kelishini xohlashdi? Buning javobi sifatida esa u vazifasidan ketganidan so'ng Ahmadinejod Eron hokimiyatidan uzoqlashgani va outsiderga aylanib qolgani aytiladi. U Eronning ruhoniy, diniy ulamolardan tashkil topgan rahbariyatini tobora ko'proq tanqid qilib, yuqori lavozimli amaldorlarni korrupsiyada ayblagan. Sobiq rahnamo Xamaniy bilan esa ochiq to'qnashuvgacha borgan. Eron Islom qo'riqchilari korpusi vakillari uni 2017, 2021 va 2024-yillarda prezidentlikka nomzodini qo'yishdan chetlashtirib, yillar davomida uy qamog'ida saqlab kelishayotgandi. Shunga qaramay, u Eron jamoatchiligi orasida mashhur va davlatning ichki ishlari haqida chuqur bilimga ega ekanligi ta'kidlanadi. Xususan, Ahmadinejod 2019-yilda bergan intervyusida Trampni uzoq muddatli xarajatlar va foydalarni o'lchashga qodir pragmatik biznesmen deb ta'riflagan va Tehron va Washington o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga chaqirgan holda G'arbga ochiqlik asosida birga ishlash ehtimoliga ham ishora bergandi. Isroil urush uchun ko'p bosqichli reja ishlab chiqqandi. Ahmadinejodning hokimiyatni egallashi esa ana shu urush bosqichlaridan biri ekanligi haqida AQSh rasmiylari New York Times'ga ma'lumot bergan. Rejaning birinchi bosqichi AQSh va Isroilning havo hujumlari bo'lib, unda Xamaniy kabi yuqori lavozimli Eron amaldorlari o'ldirilgan. Shuningdek, kurd kuchlarining ham Eron hokimiyatiga qarshi safarbar qilinishi rejalangani aytilgan. Hukumatning qulashi ortidan esa sobiq prezident hukumatni o'z qo'liga olishi rejalangani va bu aynan Ahmadinejod bilan maslahatlashilgani ta'kidlangan. Ayni shu reja asosida Isroil havo kuchlari Ahmadinejodning Tehron sharqidagi Narmak tumanida joylashgan uyiga hujum qilgan. Maqsad esa Ahmadinejodni o'ldirish emas, balki uni uy qamog'ida ushlab turgan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi a'zolarini yo'q qilish va sobiq prezidentni ozod qilish bo'lgan. Ammo bu hujum teskari natija bergani, Ahmadinejodni kuzatib turgan qo'riqchilar yo'q qilishga qaratilgan Isroil hujumi Ahmadinejodning o'ziga ham zarar yetkazgan holda jarohat olganidan so'ng sobiq prezident rejadan ortga chekingani aytiladi. Shunga qaramay, butun operatsiya barbod bo'lgan. Jasur reja tezda noto'g'ri ketgan. AQSh rasmiylarining New York Times'ga aytishicha, Ahmadinejodning hozirda qayerda ekanligi va ahvoli noma'lum bo'lib qolmoqda.